Shavval oyidagi 6 kun ro'zani kun atlatib tutish. Savol. Assalomu alaykum. Shavval oyidan 6 kun tutiladigan ro'zani ma'lum sabablar tufayli kun atlatib tutsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Shavval oyida 6 kun ro'za tutishning fazilati intayin kattadir. Abu Ayyub raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki Ramazonda ro'za tutib, ondan uninga Shavval oyidan 6 kunni ergashtirib tutadigan, butun bir yil, bir umr ro'za tutganiga o'xshash degan. Bundaq bo'lishda har bir yaxshi amalning mukofoti 10 hassa bo'lg'achqa, Ramazon oyida ro'za tutish 10 oy ro'za tutgan bilan barobar. Shavval oyida 6 kun ro'za tutish 60 kun, ya'ni 2 oy ro'za tutgan bilan barobar. Bularni jamlasak 12 oy bo'ladi. Shavval oyida tutmoqchi bo'lgan 6 kun ro'zani oyning 5-idala tezroq tutib olish mustahab. Aldirab tutganda hayitning 2-kunidan tartib tutishga boshlasa bo'ladi. Oyning o'ttirig'i yoki oxiriga kechiktirsa joiz. Imom Navaviy aytadi: 6 kun ro'zani Shavvalning 5-idala orqa-orqadan o'lab tutib etish mustahab. Agar oyning 5-idan kechiktirsa joiz bo'lib, hadisning mutlaq ham umum lafziga asosan bu sunnatni ado qilgan bo'ladi. 6 kun ro'zani orqa-orqadan tutsimi bo'ladi. Shavval oyining bosh tarafida tutsimi, o'ttirisida tutsimi, oxirida tutsimi bo'ladi. Kun atlab ayrim-ayrim tutsimi bo'ladi. Imom Ibn Qudama aytadi: bu ro'zaning orqa-orqadan yoki ayrim-ayrim bo'lishining oyning 5-ida yoki oxirida bo'lishining farqi yo'q. Chunki hadis belgilamay mutlaq kelgan. Uning ustiga bu ro'zaning fazilati Ramazon oyida ro'za tutish bilan birga qo'shilib 36 kun bo'lganligidan bir yaxshilik 10 hassa bo'ladigan bo'lg'achqa, natijada hammasi 360 kun bo'lgan bo'ladi. Bu to'liq bir yildir. Bu ahvol har yili takrorlansa, bir umr to'liq ro'za tutgan bo'ladi. Bu mazmun ayrim-ayrim ro'za tutgan ahvoldami vujudga chiqadi. Vallohu a'lam. Agar burunqi Ramazon ro'zalaridan tutadigan qazo ro'zasi borlar bo'lsa, oldi bilan Ramazonning qazo ro'zasini tutib etib, undan keyin 6 kun ro'zani tutish lozim. Agar Ramazonning qazosini tutmay 6 kun ro'za tutsa, farzini tashlab qo'yib mustahabni qilgan bo'ladi. Yana uning fazilatiga erisha olmaydi. Chunki yuqori hadisda Ramazonda ro'za tutib, undan uninga Shavval oyidan 6 kunni ergashtirib tutadigan degan bo'lg'achqa, Ramazon ro'zasini to'liq tutgandan keyin orqadan bu 6 kun ro'zani tutgandila, undan hadisdagi fazilatga erisha oladi. Ramazonni to'liq tutmay 6 kun ro'za tutsa, bu yuqori hadisga tushmaydi. Yana Allohning qarzi ado qilishga eng haqliqdir. Lekin shundaqdimi nafl ro'za tutgan savobi bo'ladi. Agar qazo ro'zalari ko'p bo'lg'achqa Shavval oyida 6 kun ro'za tutolmasdan Shavval oyi chiqib ketgan bo'lsa, o'zrisi bo'lganlikdan Shavval oyidan keyin 6 kun ro'za tutsa bo'ladi. Ba'zida ayol kishi tug'utliq yoki boshqa ahvollarda bunga duch kelishi mumkin. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 87 nomerlik fatvo.